Doğrumda içishim kerak, ko'tarilib ketdimi, o'lchab turar, уже bu narsa yo'q menda. Cho'yni reklamaga chiqdi. Kuni bilan ham ichib yuraverasiz. Kun davomida ichasiz. Damlamani ichishni boshlaganingizdan keyin qanaqa boshlaganda katta o'zgarish bo'ldi menda. Tushdimmi shu masalan 6-2 ga, 5-8 ga tushdim, ko'tarmaydi. Menga ma'qul. Men o'zim uchun tavsiya qilgan bo'lardim hammaga. Yaxshi qilibsiz, olibsiz dedim. Buni foydasi katta dedi. Yo'q, nima mahsulotdan rozisiz? Mahsulotdan roziman. O'zi ishlab chiqarilgan yaxshi. Xalq manfaatiga tavsiya qilaman. Yaxshi. Juda ham minnatdorman. Sizlarning ishlaringizga omadni bersin. Shtobkalar saqlab yaxshi qilib buni olib qo'yasiz. Assalomu alaykum Dilfuza opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ramazon oylaringiz bilan bayramlaringiz bo'lib ketgan bo'lsa ham yaxshi. Charchanapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bezda qilmadikmi o'zim? Charchanapsizmi? Qalay, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bayramlarni yaxshi o'tkazib oldingizmi? Ro'zalarda kecha bolalar ko'p keldi-ku. Ro'za vaqti ozgina nima? Tinchmisiz? Yaxshi. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz Dilfuza opa? Yaxshi. Qarang, qancha bo'lgan endi qandli diabetingizga? Qandli diabet deganimga, bilganimga bilmasdim. 3,5 yil bo'ldi. 3,5 yil bo'ldi. 3,5 yil bo'ldi. Birinchi обнаружить qilganimizga 14 chiqdi menga. 14? Voy, bu nimadan men mazam yo'q deb nimaga analiz topshirishga borsam 14 chiqdi. 14.2 mi shunday chiqdi. Bu sizda saxar bor bilardim, aytdim, yo'q men bilmasdim saxar borligini. Shunga 3,5 yil bo'ldi. Ichini olardim, nima mana tabletkada o'tirgan, insulinga o'tirganim yo'q. Tabletka ichardingiz-da? Birinchi saxar bo'lganingizda shu doktorga borgansiz-a? Nimadan bo'lgan ekansiz? Stress edi, nima dedi bilmayman, lekin bizga xanasiyasi ham bor o'zi. Odamga bor. Shu dori ichib yurganingizda qanaqa tushdi? Dori ichib tushdi, stabilniy, основной dieta qilardim. Dieta bilan yaxshi ushlab turardim. Keyin bu choyni ichdim. Qayerda ko'rdingiz bu choyni? Choyni reklamaga chiqdi. O'zingiz ko'rdingiz? O'zim ko'rdim. Yo'q, menga hech kim tavsiya qilmabdi, o'zim ko'rdim. Keyin o'qib chiqdim instruksiyalarini, nimalarini, keyin telefon qildim. Maslahat berishdi, yo oldim. Yo'q, men pushaymon yemadim, juda ham yaxshi. Bu kiyimlarku soat bilan emas-ku. Kuni bilan ham ichib yuraverasiz. Kun davomida ichasiz. Kechqurun damlab qo'yaman termosga, ertalabdan kun davomida shuni ichib yuraman. Yo'q, yaxshi. Qandli diabet bo'lganingizda qanaqa o'zingizda o'zgarish bo'lgan? Men dam olishdan kelib, dam olishga o'yladimki, adaptatsiya bo'libdi, shu men shunaqa yomon bo'laman deb. Mazam bo'lmay qoldi. Keyin shu doktorimga telefon qildim, men aytdim, shunaqa, men mazam bo'lmayapti dedim. Keyin dedilar, hatto EKG qilib tashlang ham dedilar. Sразу EKG qilib tashladim, yo'q, sizga yuragingiz yaxshi dedilar. Nima o'zgarish bo'libdi? Men aytdimki, faqat ana sherim terilibdi dedim. Qo'ymasdim menga. Yutgan vaqtim faqat shilib terilib. Sizga saxar dedilar. Yo'q, dedim, bizga saxar yo'q dedim. Ha, bir topshiring dedilar. Borib ertalab sразу ochiq qo'ringa topshirdim. Keyin kechqurun ovqat yeb topshirdim. Kaqqadan o'sha vrachimizning tavsiyasi bilan nima qildi? Keyin stressdan bo'ladi dedilar. Nimadan bo'ladi? Nima o'zim bilmadim, nimadan bilmadim. Chunki menga ancha bo'lgan, men bilmaganman bu narsani, e'tibor bermaganman. Damlamani ichishni boshlaganingizdan keyin qanaqa tushdi? Boshlaganda katta o'zgarish bo'ldi menga. Ana masalan, men tabletka bilan tushirsam, umuman shirinlik nima yemasligim kerak edi. Dieta qilishingiz kerak edi. Dieta qattiq qilardim, lekin tushib yurardi pastdan. Buni ichgandan keyin masalan nima kerak bo'ladi, yegiz keladi-ku baribir. Oz-oz olib yeyman, lekin o'zgarmaydi. Shu tushdimmi, shu masalan 6-2 ga, 5-8 ga tushdim, ko'tarmaydi. Menga ma'qul. Men o'zim uchun tavsiya qilgan bo'lardim hammaga. Chunki nima uchunki bu bunday soat bilan ichmaysiz. Shu dorim qolib ketdi, dorimni olib yuray demaysiz. Xohlagan vaqtga ichib yuraysiz-da. Kun davomida qachon xohlasangiz. Endi ro'za vaqti to'g'risi ko'proq ichamiz. Ertalab ko'proq ichib olasiz, işte kun davomida shunga yetsin dedilar. Qancha bo'ldi ichayotganingizga, boshlaganingizga? Ikkinchi pachkani tugatay dedim o'zi. Nechta pachkasi bo'ldi? Yo'q, o'zi birinchi mana boshlaganingizga qancha, bir oy bo'ldimi, 2 oy bo'ldimi? Bir 2 oycha bo'ldi, 2 oy bo'ldi. Shu lekin menga shu pakoy bo'ldimda shu bilan. Dorimni ichishim kerak, ko'tarilib ketdimi, o'lchab turar, уже bu narsa yo'q menda. Hozir dori ichasizmi? Dori yo'q. Ichmayapman, yo'q. Shu bilan cheklanaman. Doriga уже dori ichaversangiz ham odam kasalga o'xshagan. Yo'q, kasalga o'xshaysiz. Aytdim-ku, shoshib turmaysiz. Dorimni soatiga ichishim kerak. Bu bor-ku, уже bilasiz, shuni ichasiz, siz bilasiz, stabilni sizga. Hech nima bezovta qilmaydi.
doktorim bor dedingiz-a? Siz shaxsiy doktoringizga aytdingizmi nima dedi? Aytdim, ha. Yaxshi qilibsiz olibsiz dedi. Buni foydasi katta dedi. Doktoringiz o'zi? Mani kasallarim ichibdi bundan dedi. İçevering. Ko'p doktorlar ba'zida bemorlarimiz chiqishda aytadi-da, doktorim ruxsat bermadi. Yo'q, men doktorim aytib bermalol. İçevering dedi. Yaxshi. Demak, o'zgarish bor. O'zingiz shahringizni tushirib berganida boshida o'sha 14 dan 5 ga tushirib berganda qancha bo'lgan? İchganingizga 1 oy yoki 2 oyda? 2 oy bo'ldi buni ichayotganimga. Ikkinchi oy ketyapti уже. Normal qiladi. O'zini masalan bilasiz, ko'tarilib ketmaydi. Ko'tarilib ketsa bilasizku saharni. Siz bilasiz, masalan ertalab shuni mana shu tuyib ichdimmi, shu kun meni saharim bezovta qilmaydi. Menga unaqa nima yo'q, что bugun saharim ko'tarsa-chi bir nima yeyay, bir nima yeyish mumkin emas. Qo'rquv yo'q. Bemalol bayramlarga borasiz. Bemalol ichasizda o'sha hamma narsani. Yo'q, men mahsulotdan rozimisiz. Mahsulotdan roziman. O'zi ishlab chiqarilgan yaxshi, xalq manfaatiga. Narxlari ham nima? Yaxshi qilib berishdi. Xabar olib turishibdimi? Ha, telefon qiladi qizlar. Telefon qiladi. Yoshingiz necha dedi siz opa? Men 59. 59. Ko'rinishingizdan yosh ko'rinadi. O'zingizga qarab chiroyli. Baribir odam kasal bo'lsa ham, o'zini kasal his qilmasa, ko'rinishi yosh ko'rinaveradi. Bu narsa men shu 14 ko'tarib ketganman, ko'p narsadan chegaralab qo'ydi-da. Ish faoliyatimni tugatdi. Charchab qoladigan bo'ldim. Yo'q, o'zim yaxshiman, yana aktiv. Piyoda yurayman. Meni hech nima qiynamaydi, hech nima bezovta qilmaydi. Bezovta qilmaydi. Yo'q, men roziman nimalaringizdan. Sizga manfaat tegan bo'lsa, sog'lig'ingiz yaxshi bo'lsa, biz ham xursandmiz. Xursand bo'ldik sizni ko'rib. Ko'rishlaringizni omadini bersin iloyim. Suhbatlashishingiz ham chiroyli. Rahmat. Kasblaringizdan baraka topinglar. Rahmat. Bu qayerga kiradi o'zi manzil? Buxoro shahriga. Faqat Buxoro shahri. Hech qanaqa tumanga kirmaydi. Yo'q, tuman emas, bu shaharning o'zi. O'zingiz tengdoshlaringizga nima deyapsiz? O'zim tengdoshlarim Buxoro shahridagi tengdoshlarim. Shahridagi tengdoshlarim aytadi, foydalaninglar yaxshi, juda ham. Men o'zimning o'rtog'im bor, Saxirni u ham. Men berganman, ichib turibdi u ham yaxshi. Ichdimi? Endi ukolga o'tganda, lekin aytadiki, ancha meni yaxshi qildi. Birinchidan deydi, tushiradi, ikkinchidan spokойно qiladi. Bir korobkasini o'shanga bergandim. Ularga bergansiz. Yaxshi, mencha xudo xolasa ular ham insulindan chiqib ketadilar. Tavsiya qilaman, yaxshi, juda ham. Men minnatdorman. Rahmat. Katta rahmat sizga. Manfaati tegan bo'lsa, rozi bo'lsangiz, aktiv jamoatdan xursandmiz. Xudo xolasa yana xonadoningizga tashrif buyuramiz, bitta duo qilsangiz kelamiz. Iloyim ishlaringizga omadini bersin, shtobkanlar saqib yaxshi kunlar o'tsin. Aytganingiz kelsin. Buni olib qo'yasiz. Bizning nomimizdan. Xudo xolasa yana kelamiz. Mayli, rahmat. Gaplashamiz, kelamiz aylanib. Xudo xolasa ishing iste'mol qiling. Xudo xolasa bundan chiqib ketsangiz, biz ham xursand bo'lamiz. Mayli. Xo'p. Rahmat. Yaxshi o'tkazib oling. Sog' bo'ling.